Bilaman, anchadan bir uyamoqchi bo'lib yuribsiz. Golden House premium klassdagi uyni man sizlarga ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu uy sizga aniq yoqadi. Qani ket. Podyezdga kirib o'tishini ko'rsataman. O'rtoqlar, podyezdni qaranglar. Qanaqa keng to'yxona bo'lib yotibdi, to'yxona. Liftni qaranglar, o'rtoqlar, liftni. Podyezdni zinalarni qaranglar. Qanaqa noodatiy chiroyli chiqqan, o'rtoqlar, qaranglar. Baho berib olinglar bitta. Tepa qavati bo'lgan shu uyimizda kirib o'tishimiz bilan bizni xuddi shunaqa mehmonxona kutib oladi. Mehmonxonamizda xuddi mana shunaqa qandillari, televizor, konditsioner, mana bunaqa yumshoq shohona mebellar bor. Qaranglar, chotki turibdi hammasi. Bu eshigimiz kladovka bo'ladi, o'rtoqlar. Endi men sizlarga ikkinchi etaj ko'rsataman. Qani ketdik. Ikkinchi etajga chiqishimiz bilan bizni ikkita spalni kutib oladi, o'rtoqlar. Bu xonamizda, o'rtoqlar, mebel texnika hamma narsasi bor. Televizor, konditsioner, trimo, shkaf, kravatlar qaranglar, qanaqa chiroyli turibdi. Bu ikkinchi spalnimiz bo'ladi. Bu xonamiz ham, o'rtoqlar, xuddi shunaqa chiroyli ko'rinishda turibdi. Spalnidan shundoq chiqamiz. Bizdan bunaqa sanuzel kutib oladi. O'rtoqlar, bu xonamizni videoga ko'rsatmayotmadik. Bu kladovkamiz bo'ladi. Mehmonxonadan chiqishimiz bilan oshxonaga kiramiz. Oshxonamizda ham televizor bor, o'rtoqlar. Bu xonamizda ham mebel, texnika, xolodilnik hamma narsasi tayyor, ikir-chikirigacha. Oshxonamizdan balkonga ham chiqadigan xotimiz bor. Parizdan shundoq kiraverishimiz bilan mana bunaqa sanuzelimiz. O'ng qo'limizda esa xuddi mana shunaqa dekorativga qilib qo'yilgan, o'rtoqlar. Uyimizda aniq lokatsiyasi, o'rtoqlar, Chilonzor, Muqimiy ko'cha, 20-A uy, 76-kvartira. Uyimiz Novza metro, Novza masjidi va Karzinkaga 5 minutlik oralig'ida joylashgan, o'rtoqlar. Uyimiz narxiga keladigan bo'lsak, 165 ming deb turibmiz. Pastda nomer qoldiraman, yana telefon qilasizlar, ustida gaplashiladigan joyi bor. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun Valiyev Reality'ga obuna bo'lib qo'yinglar, jigarlar. Mana shu videomizga bitta like bosib qo'ying.